aynan varikozi bor homilador ayollarimiz uchun uyda bemalol o'zlari qila oladigan nimadirda Umida lifehackmi ana shunaqa narsani o'rgataman sizlarga. Oddiygina mana shunaqa elastik bintlar kerak bo'ladi. Bundan bittagina olmaymiz, albatta ikkita olamiz. Sababi juda ko'p ayollarimiz elastik bintni bo'ylashda yoki cho'lkisini kiyishda katta xatolikka yo'l qo'yishadi. Sababi aynan varikozi bor joyga oyoqqa o'rashadi yoki kiyishadi. Lekin aslida varikoz yo'q oyoqqa ham ikki tomonga ham bu narsani aynan bo'ylash kerak bo'ladi. Buning uchun mana elastik bintim ham bunaqa narsa biz uchun kerak bu juda ham. Qarang. Juda ko'p ayollarimiz qiladigan xatosi mana bu yerda varikoz bo'lsa, bu yerda varikoz bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha joyga bo'ylab qo'yishadi. Bu xato narsa hisoblanadi. Biz ham mana bunaqa qilib oyoqimizni bunday qilamiz, mana. Mana bu yerdan boshlanadi, mana. Mana shu yerdan boshlanib, chunki sababi barcha og'irlik oyog'imizni mana shu yerga tushadi, to'g'rimi? Ana endi qarang, mana meni qo'limga e'tibor berasiz, meni qo'lim, mana barmog'im. Bu degani qattiq qisilmayapti degani. Qattiq qismaymiz, mana. Mana, to'g'rimi? Mana. Ko'ryapsiz? Mana. Xuddi ana shu yusinda, mana. Mana orasidagi joy ham ochilmasligi kerak. Xuddi mana shu yusinda, mana. Xuddi shunaqa mana, qarang, mana. Mana shunaqasiga biz mana shu elastik bintni uzunligi mana. To mana bu yoqqa mana. Mana ochiq qolmasligi kerak bu. Mana. Oyog'imni salgina menga yordam berasiz, nima qilib? Mana. Har birida ko'ryapsiz mana. Mana shunaqa holatda mana bo'ylab boriladi. Chov sohasigacha. Sababi bilamiz, ayniqsa homilador ayollarimiz bu narsani juda ham yaxshi bilishadi. Homiladorlik davrida chov sohasi, hattoki qinni atrofida kichik jinsiy lablar, katta jinsiy lablargacha shunaqangi holatda boyagi varikozlar chiqib ketgan bo'ladi. Mana, buni qilinishi shunaqa oson. O'zi mana bunaqa ikkita nosi bo'ladi, mana. Mana bu yerga qo'yamiz, mana. Xuddi mana shunaqa holat bo'ladi. Mana qarang, agar qayerga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana. Mana. Bunday holatda oyoqda hech narsa qismayapti, ya'ni nagruzka bermayapti. Ba'zi bir ayollarim kelganda, men mana shu narsani o'rgatganimda, u ayollarimiz menga aytishadiki, "Yo'q, doktor, siqilib ketaman" deydi. Yo'q, siqiladigan holat emas bu. Buni har doim ertalab taqamiz, hamma ishlarimizni qilamiz, yuramiz, boradigan joylarimizga borib kelamiz. Kechqurun bo'lsa, bu narsani yechib qo'yib, oyog'imizga men juda ko'p holatda aynan Leton gildan foydalanaman, transivazin mazdan foydalanaman yoki bo'lmasa geparinivin mazdan foydalanaman. Chunki bu hamma joydan topishingiz mumkin. Aynan mana shu narsani surtib, buni bo'ylaysiz, aynan yechganimizdan keyin uni surtib qo'yamiz. Yana bitta narsani varikozga ayollarimiz uchun aytib o'tmoqchiman, foydali maslahat sifatida aynan har kuni homilador ayollarimiz xuddi bizni ovqat yeganimizdek kundalik yumushimizga aylanib qolish kerak. Aynan oyoqlarimizni mana shunaqa holatda, boshimizga yostiq qo'ymagan holatda ikkita oyog'imizni ana shunaqa tik qilib 10 minut, 15 minut har kuni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana qildik, bu bittasi bo'ldi, to'g'rimi? Ana endi mana bu oyog'imizda varikoz yo'q. Lekin shunda ham biz bu yangini yana ochamiz-da, buni xuddi mana shunaqa qilib o'rab, mana shu yergacha kelamiz. Sababi mana bu yerga nagruzkani yo'qotganimiz bilan bu tomonga nagruzka beramiz biz. Shu sababli ham ikki tomonga qilinadi. Varikozni juda ko'pchilik o'ylaydi. Nima uchun xavfli, nima bo'ladi deb. Varikoz shunda yurganingizda sizga xavf bo'lmasligi mumkin. Bu tug'ruq paytida asoratlar berishi mumkin yoki mana shu homiladorlik paytida ham qaysidir holatlarda varikozga, masalan, qaysidir joylarda tiqin bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha tiqinlarda ko'chishi natijasida qaysidir borib kapillyarlarga yoki qaysidir qon tomirlarga borib, u narsani tiqilishi natijasida shunaqa holatlar bo'lgan, hattoki ayollarda o'limigacha sabab bo'lgan. Shuning uchun bu narsa oddiygina, hech qancha pul turmaydi. Mana shuni 20 mingdan 40 ming so'mga olib kelishdi. Homiladorlik bandajini 75 ming so'mga sotib olib keldi. Sizni mana shu og'rib, har kun sevicha qo'yib, har kun qiynalib, nima qilar ekanman deb yurganingizga eng yaxshi davo ikkita elastik bint va shu bilan birgalikda aynan homiladorlar bandaji hisoblanadi.